Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda oldingi yaratgan kategoriyalarga CRUD operatsiyalarini shablonlar orqali qo'shib olamiz. Ya'ni oldin mahsulotlar uchun qo'shgan shablonlarni endi Visual Studio oynasidan emas, balki komandalar orqali qo'shib olamiz. Buning uchun .NET ASP.NET kod generatordan foydalanamiz. Uni o'rnatilganligini tekshirish uchun PowerShell'da .NET ASP kod generator deb yozamiz. Agar o'rnamagan bo'lsa xato chiqadi. Keyin shu joyda yana .NET to initial -g yozib .NET ASP kod generator deb yozamiz va enterni bosamiz. Bizda kod generator o'rnadi. Endi shu yordamida shablon kontroller va viewlar yaratib olamiz. .NET ASP kod generator kontroller -h deb yozsak, shu kod generator haqida informatsiya kelib chiqadi. Bizga shablon yaratish uchun kontrollerning nomi kerak bo'ladi. Shablon yaratish uchun kontroller nomi, model, data context, kontrollerning namespace va qaysi layoutdan foydalanish kerakligini ko'rsatib qo'yish kerak. .NET ASP kod generator deb yozamiz. Kontrollerga -name deb categories controller deb nom beramiz. Keyin namespace'iga online shop admin controller deb yozamiz. Online shop adminni ko'chirib turib, kategoriyasini qo'shimcha qilib yozib qo'yaman. Keyin modelga m bilan yana ko'chirib olgan tekstimizni tashlaymiz. Unga qo'shimcha qilib data.category deb yozamiz. Keyin chiziqcha bilan DC yozamiz, ya'ni product kontekstni ko'rsatamiz. Bu yerda ham ko'chirib olgan tekstimizni tashlaymiz. Online shop adminni va qo'shimchasiga data.product context yozamiz. Va layoutga ikkita chiziqcha yozib turib, use default layout deb yozib qo'yamiz. Va enterni bosamiz. Proyekt sborka bo'ladi. Hozir bu joyda xato chiqdi. Ya'ni namespace'da noto'g'ri yozib qo'yibman. Label tashlab ketibman. Buni to'g'rilab qo'yaman va yana ishga tushirib ko'raman. Yana xato chiqdi. Bu xatoda Microsoft Entity Framework Core SQL Server o'rnatilmagan deyapti. Uni o'rnatib olaman. .NET Add Package deb shu NuGet paketi nomini kiritaman. Microsoft Entity Framework Core .SQL Server deb yozaman. Va NuGet paketi o'rnashni boshlaydi. Paketimiz o'rnagandan keyin yana yozib ko'ramiz. Hozir kodimizni strelkani tepaga qilsak chiqadi yozgan komandamiz. Va mana kontroller bilan view fayllar paydo bo'ldi. View papkada viewlarimiz paydo bo'ldi. View papkamizda categories papkasi hosil bo'ldi va unda viewlar hosil bo'ldi. Faqat kontrollerda asosiy papkada hosil qilib qo'ydi. Uni controllers papkasiga tortib olib qo'yamiz. Controller faylini ichini ochib ko'rsak bo'ladi. Mana bunda oldin yaratganimizdek shablon metodlar yaratilgan. Views papkasiga kirib turib, kategoriyadagi create viewsini ochib olaman. Shablon kontroller va viewlar hosil qilib oldik. Endi ularga bitta havola qilib olamiz. Viewsdagi shared papkasidan layout faylini ochib olaman. Mahsulotlarning havolasini ko'chirib tashlayman. Li tagini va kontrollerga categories deb ko'rsataman va nomini kategoriyalarda o'zgartirib qo'yaman. Tekshiramiz.
Ana ilovamiz ishga tushdi. Kategoriyalar havolasiga kirib, yangi kategoriya hosil qilib ko'ramiz. Maishiy texnika degan. Maishiy texnika yozib turib, read tugmasini bosamiz. Mana kategoriyamiz hosil bo'ldi. Demak, yaratgan kontroller va vyularimiz ishlayapti. Lekin oldin aytib o'tganimizdek muammo bor. Shablonlar bilan yaratilgan kontrollerda ko'p ish bajargani uchun uni biz biznes logika bilan repozitoriy qatlamlariga ajratib chiqqandik. Agar o'zlaring uchun xohlasalaring, shu ishlarni kategoriyasi kontrolleri bilan ham qilsalaring bo'ladi. Savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishlari mumkin kommentariylarda. Biz darsimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.